Variantga sotiladigan figuralardan ham chiqaring deydiganlarchi 30 ming naqd puli borga DAF XF 105 460 lik parovoz Schmitz pritsep bilan birgalikda sotiladi akalar. Galvaneli 2012-yilda ishlab chiqarilgan, pritsepli ham 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Holatlari a'lo darajada ishlab turgan mashina, motor korobkalari hali ochilmagan, baklari jami 1200 litrlik bak bilan jihozlangan. Kubasiga keladigan bo'lsak, pritsep bilan birgalikda 125 kuba. Salonda ichki holatlari, ikkitali spalni, lyuklari bor, ratsiya, taxograf, avtomat korobkada yurgan masofasi 809 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Akalar, ushbu parovozni naqd pul sanab olaman deydiganlar bo'lsa, buni narxini 55 ming AQSh dollari deyilyapti. Tevasida yana kelishiladigan joylari bo'ladi albatta. Qiziqqanlar bo'lsa, telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Manzil Namangan viloyati, Namangan tumani, Xonobod qishloqida turibdi. Akalar, videoga bitta like bosib qo'ysangiz xursand bo'lamiz. Yanada ko'proq odam ko'rishiga sababchi ham bo'lib qolasizlar. Bu videoni variantga parovoz qidirib yurgan furachi tanishlarga jo'natib qo'ying. Esdan chiqmasa, bizga obuna bo'lib qo'ying. Hammaga rahmat.